6 bob. Yarkan daryosi bo'yidagi jang. Ko'kyar mingboshi qog'liqni besib olgandan keyin shahar yezlarmi qalaymuqam bo'lib ketdi. Urushda qon to'kilgandan tashqari, Ko'kyar mingboshi islom dinidan chekinmaganligi uchun ko'plagan musulmon amaldorlarning beshini oldi. Musulmon cherik va amaldorlarmi chekinish oldida bir muncha kofir amaldor va rohib lamolarning beshini oldi. Bu so'qish amaliyotda diniy majroga aylandi. Xalqmu ikkiga bo'linib ketdi. Shaharda musulmonlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Yezlarda Budda diniga ishonguchilar ko'pchilik edi. Ko'kyar Teg'ir rayoniga bo'lsa, texicha islom dini bormagan edi. Mingboshi islomga qarshi turib, Buddani qo'g'daydi. Ko'kyar mingboshi aslida ko'kyarlik bir boyning o'g'li edi. Uning dadisi butun Ko'kyarning xo'jayini edi. U eng johil ruhoniy buddist edi. Qullarni ezishda dinni asosiy qurol qiladi. O'g'lini kichigidan tortibla butxonada rohib bo'lishga bergan. Keyin biror mansab tegib qolar deb uni butxonadan qaytirib cheriklikka berdi. U qadamma-qadam ko'tarilib, oxiri mingboshilik cherik mansibiga erishdi. Shuningdan boshlab kishilar uni Ko'kyar mingboshi deb atadi. Ko'kyar mingboshi islom diniga qarshi cherik amaldorlar ichida eng qattiq bo'lib chiqdi. Boshqalar asta-asta islom diniga o'tib ketsa-mu, u butni qo'g'dash, Muhammadga qarshi turish niyatidan kashmadi. Oxiri u Sutuq Bug'roxondan qo'rqdimi yoki tayyorlik qilmoqchi bo'ldimi? O'lish yili cheriklarni boshlab Ko'kyarga chiqib ketdi. Tog' rayonida Budda dinini ching saqladi. Islomga qarshi turdi. Shuning bilan bu aldagi birinchi musulmon va islom dinining himoyachisi Sutuq Bug'roxonga qarshilik e'lon qildi. Xon turli yo'llar bilan uningga nasihat qildi. Tahdidni soldi. Ko'kyar mingboshi ko'nmadi. Oxiri yolg'iz Ko'kyar rayonida emas, elning boshqa joylarida islomga qarshi kishilarning qurolliq teriki bo'lib qoldi. Ko'kyar mingboshining o'rdi kentdagi Bug'roxonga qarshi turg'uvchilar bilan zich munosabatda bo'lganligi ajablanarlik emas edi. Ko'kyar mingboshining dadisi Bo'qibek cho'ng qo'l setiqchisi edi. Sodisini asosan tog' rayonlarida ilib boradi. U tog'larni otlab, Pomir etaklaridan Gumu tog' bag'rilarigacha boradi. Yaqinqi 2-3 yildan beri Pomirga mangmaydigan bo'lib qoldi. Ko'prak tog' oralab Qoriqurum tog'larining soylarigacha boradigan bo'ldi. U tog'larda texi islom diniga kirmagan yerlik xalq bor edi. Uningdan boshqa chatdan kelgan buddachilarmi bor edi. Ularning xeyli jiq chiriklari bor edi. Bo'qibek bu joylargacha kelib, Budda chiriklari bilan ilm setim qilib yurib, oxiri ular bilan tunishib, do'st bo'lishib qoldi. U bir iloj qilib, buddachi chiriklarni boshlab kelib, ular bilan billa Qog'liq, Yarkanga, hatto Qashqarga hujum qilishni, islomni yo'qitib, Buddani tiklashni o'ylaydi. U bu fikrni o'g'li bilan maslahatlashganda, o'g'li qo'shildi. Bo'qibek bir qatim Qoriqurum yoqdan qaytib kelib, o'g'liga xushxabar aytdi. U o'zlarining maqsadlarini Budda boshliqlariga aytganda, ularning to'liq qo'shilganligini aytdi. "Ular toza xush bo'ldi", dedi u o'g'liga va Budda boshliqlarini maqtab ketdi. "Bir cho'ng rohib bor ekan. Peshonasidan nur yig'ib turadi ekan.
Kishilar uni ko'rsala bosh qo'ydi ekan. Men mo 2 qitim bosh qo'ydim. Beshimni silab, bosh oyog'imga qarab qo'ydi. Uningdan keyin do'st bo'lib ketdik. Amdilikda bo'lsa, tattatmay kirib ketaverman. U o'rnidan qopib, meni qarshi oldi degina. Sizni bak hurmat qildi ekanda. Shundoq bo'lmay. Bir dindosh bo'lgandan keyin uning ustiga har qaytim borganda quruq qo'l bo'lmayman-da. Sizlarni do'st qilgan mushu pul qo'l bo'lsa kerak. Qarang ota. Ojinda o'z cho'ntikini o'ylamaydigan odam bor desa, men ishonmayman. Qo'l ichiga egiladi-da. Undoq dema. Bizga yordam qilg'ilyotdi-ku. Bu teshig'i egilganlik emasmi? Shundoq. Ichiga yaxshiroq egilish uchun teshig'i ozroq egilib qo'ymay bo'lmaydi. Bir dinda biz. Uningdan tashqari bu yoqlarga kelsa, qo'l quruq qolmaydi. Eliqi chirik boshi nima deydikin? Uning gapini qo'y. Foyi uchun jinim tayyor deydi. O'zi borisdek odam. Qas qilib mangsa, yer titrab ketadi. Men chirik boshlab boraman deydi u maydisiga urib. Musulmonlarning boshlari mening nayzam beshida o'ynasin deydi. Ota, keyin boris hamma yoqni bisilib, shirg'i yo'l bermasmikin deb qo'rqaman. Texi yo'q ishdan qo'rqib yuramsan. Sening cheriking jiq. Ular hamma cherikini ilib kelsimi, seninkiga yetmaydi. Yamaniga kelsa, chatrak bir 2 shaharni berib qo'yarmiz. Shundoq qilib, ota bola uzoq so'zlashdi. Oxir buddochi cheriklar bilan birlashib, islomni yo'qotmoq bo'lishdi. Bu yil yozda Boqibek 2 qitim u yoqqa berib qaytdi. Keyingi berib qaytishida bir yoshroq rohib bilan bir cherik boshini boshlab keldi. Rohib yerlik rohiblar bilan birga ibodatga boshlamchilik qilishga kirishdi. Cherik boshi bo'lsa, ko'kyor mingboshining yenidan ketmaydigan bo'lib qoldi. Ular hurmatga ega bo'ldi. Boqibek ularni poypetak bo'lib kutadi. Qog'iliqqa qilingan hujum to'yiqsiz boshlandi. Budda cheriklari tog' oralab, gumi bilan qog'iliq oraliqidan tushdi. Mingboshi ko'kyordan tushib, Yarkan daryosini bo'ylab tövallidi va kun chiqishga buraldi. Ular maslahatlari bo'yicha biri kun petishdan, biri shimoldan shaharga hujum qildi. Qog'iliqdagi Sutiq Bug'roxonning cherik boshliqlari ko'kyor mingboshiga taqobil turishni o'ylaydi. Kuchimi ularga yetadi. Lekin boshqalar bilan birlashib keladi deb zoda o'ylamagan edi. Kuzlik yig'im vaqtida 2 yoqlab bostirib kelgan yog'i yezlarda dehqonlarni qirib, ziroat xamonlarni dafsanda qildi. Qarshilik ko'rsatgan qurolsiz xalqni chepib, yanjib shaharga bostirib kirdi. To'yiqsiz hujumdan gangirab qolgan shahardagi cheriklar yaxshi urush olmadi. Birar kun urushib, kashqurliqi mingboshi o'lgandan keyin cheriklar boshsiz qilib pitirab, bir qancha yuzboshining boshchiligida Yarkan tarafga qochdi. Ko'plari yezlarga pitirab ketdi. Hamma falokat yana qog'iliq xalqining beshiga tushdi. Ilgardilla qo'ldan qo'lga o'tib turadigan bu shahar kishilari yangi xo'jayinlarga tomoq va o'tin saman berishlari kerak edi. Ko'kyorliqlar qog'iliqni olganning ahtsila shaharda oli to'pilan, talon-taroj ko'tarildi. Nayzilik cheriklar o'tin saman ortgan eshaklarni haydab ketib borgan dehqonlarni tepib qo'g'laydi. Qo'llarini orqaga bog'lab, bir-biriga chetilgan cheriklarni qamchilar bilan urib, surib haydaydi. Shahar o'rdisi oldidagi kichik maydondagi dorg'i esilgan odamlarning o'ligini tushirib, yenglarini osmoqda. Bir to'p cheriklar texi yengi silingan bir kichik masjidning
ishik tomlarini o'rimaydi. Uzun qizil to'nning ustiga seriq raxt ortib olgan, qo'lidagi tasvisini serib turgan birsi egizrak bir joyda qarab turdi. U masjidning vayron qilinganiga maz bo'ldi bo'lg'ay, kulimsirab buzg'uchilarni oldirdi. Do'konlar yepiq, bozor to'xtagan. Bu yerda ishik oldida bovoy mo'maylar ansirgan qiyofatda o'ltirdi va u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi. Ana, cho'ng ko'chadan bir to'p kishilar chang to'zitib chiqib keldi. Ikki nayzilik cherik, qo'llari orqasiga bog'langan cherik boshliqi kiyimidagi bir odamni elib menibdi. Bo'yniga selingan zanjirdan biri yetilab menibdi. Orqasida 10 dak cherik. Ularning orqalarida ushoq bolalar shapashlashib menibdi. Bolalar orasida bir yashangan ayol bechidagi ro'moli bilan ko'z yoshini ertib ketib bormoqda. 5-6 yoshlardagi bir bola ayolning chiroyiga qarab qo'yib, so'kildab ketib boradi. Cheriklar elib mangan odam bu shaharda xeyli obro'yli bo'lsa kerak ehtimoli. Kishilar uningga hurmat ham echinish ifodalarini bildirmaydi. Ava boshliq bo'lsa, ancha parvosiz. Kishilarga qarab kulib qo'ydi. Ba'zi kishilarga yo'liqqanda beshini egib amallashib qo'ydi. Bir haftadan keyin Budda cheriklari yarkanga qarab mangmoqchi. O'z vaqtining obdan qurollar bilan qurollangan 3000 cherik, otliq, eshaklik, piyoda chang chiqirib poskamga yetib keldi. Ular poskamda birer kun hordiq olgandan keyin yarkanga qarab mangmoq bo'lgan edi. Lekin bu menish oson bo'lmadi. Yarkandagi bug'ra qo'shini qog'liq qo'ldan ketgandan keyin cho'ng urushga tayyorlandi. Ularning urush plani avval yarkanni qo'g'dash, dushmanning kuchi ojizlashgandan keyin qarshi hujum qilish edi. So'ng ular Yarkan daryosining qirg'oqida dushmanni qarshi elishga tayyorlandi. Urushga mingboshi Qutlug' qo'mondonlik qilmoq bo'ldi. Uning cheriklari 2000 ga yetmaydi. U dushmanning soni jiqliqini, yana ilgirdan urushga usto deb atalgan Budda cherik boshi borligini biladi. Qutlug' mingboshi ular bilan tonish edi. U buningdan 15 yil burun Mochin yoqdan besib kelgan cheriklar bilan qonliq janglar qilgan. Oxir ularni Mochingacha qo'g'lab borgan edi. Shu vaqtlarda Qutlug' mingboshi bir necha qitim tig'mi-tig' elishgan cherik boshi Toma bu qitim Ko'kyor mingboshi bilan birga kepti. Qutlug' bu xabarni anglagandan keyin bir oz cho'chidi. Ammo u cheriklarga ham o'ziga ishonatdi. Qutlug' egiz bo'yliq, ustixonlari yo'g'on, gavdalik nocha odam edi. U urushga kirganda o'zini unutib, yog'iga g'azab bilan etilganda yog'i pitirab qochatdi. Qutlug' mingboshi Qashqardan yordam kelishiga ishonatdi. Suboshi To'g'rilbek 2000 dak cherik bilan yo'lga chiqqanligidan-mu xabar topgan edi. Qutlug' mingboshi 1000 cherikni daryo kechkidan 2 qanot qilib o'rinlashtirdi. 500 kishini birer chaqirim kaynida daraxtlikka mo'ktirib qo'ygan edi. O'zi kechki beshidagi qora uyda turardi. Ana, yog'i cheriklari keldi. Ularning ko'tirgan chang to'zonlari xeyli yiroqtilla ko'rinib turardi. Ular yiqilib keldi va Hoga suram bilan poskamga kirib jimib qoldi. Qutlug' dushmanning tuyuqsiz hujum qilishini kutatdi. Kash ko'z, seriq yaproqlar hamma yoqni purkigan.
jahonni qizartib ko'tirgan quyosh nuri Yarkan daryosining yuzida, etizlardagi qog'ozdek nepiz, siliq muzlarda parqiraydi. Hamma yoq jimjit. Bu yerda itlarning qovoshlaridan, eshaklarning hangrab qo'yishlaridan boshqa ovoz yo'q. Odatda tong etishi bilan harakatga keladigan amgakjon sho'x yezlarning hayron qolgudek jimliqi kishiga qandoqdir bir falokatning kelish oldidagi andishilik hissiyotni sezdiradi. Qutlug' mingboshi cheriklarga ogoh bo'lishni uqtirgan. Uning cheriklari daryo bo'yida bir put bilan tizlanib, nayzisining sepini yerga qadab, u qatqa ko'z uzmay tikilib turishdi. Bu yerda cherik qatorlarida cherik boshlari o'ng qo'lidagi qilichini ta'tir bilan do'lig'i qo'yib, u qatqa qarab tik turdi. Ana, daryoning o'qitida harakat qilgan odamlar ko'rindi. Yog'i, o'shar bo'linglar, dedi Qutlug' mingboshi. Bu so'z eg'izdan eg'izga sap bo'yicha borliq cheriklarga yetkazildi. Yog'i cheriklari daryo bo'yidagi do'ngga chiqib, qator sap tortdi. Ularning sepi Qutlug'ning sepidan eshib ketdi. Yog'i cheriklari sepi o'tirsida, kechik beshida qora xat yozilgan seriq tug' tutgan odamning ikki yanida Ko'kyar mingboshi bilan buddochilar cherik boshi Toma haybat ko'rsatib turmoqda. Tog'dagi xat Uyg'ur yeziqida yozilgan bo'lib, ancha ochiq ko'rinmaydi. Sanchilab qaragandan keyin foyi uchun degan yo'g'on xatlar ko'rindi. Bir pasdan keyin Yog'i sepi tarafdan qurolsiz, cherikchi so'latlik kiyingan bir kishi Ko'kyar mingboshining sharti bilan cherikchi minib to'p-to'g'ri bu tarafga kelaverdi. U sug'i kirib mangdi va kechikning o'ttirsida beligicha sug'i kirib to'xtadi. Bu yoqtinmi bir cherik boshi Qutlug'ning sharti bilan xuddi shunda qildi va beligicha sug'i kirib u taraf odami bilan yuzma-yuz to'xtadi. Ular cherikchi salom berishgandan keyin qarshi taraf bir nima dedi. Bu tarafmi bir nima deb javob berdi. Ular xuddi buyruq berilgandek tanga orqalariga burilib yenishdi. U vaqtdagi urush qoidalari bo'yicha hujum qiluvchi taraf avval aloyda vakil avatib, qarshi tarafning al bo'lishini talab qiladi. Ultimatum ma'nosidagi bu talabni rad qilsa, urush boshlaydi. Ikki taraf vakillari suning o'tirsig'i kelganda qarshi tarafning al bo'lish talabini bu taraf qat'iy rad qilgan va ularning al bo'lishini qaytarib talab qilgan edi. Ikki vakil qaytib kelishi bilan har ikki tarafda jiddiy holat paydo bo'ldi. Yog'i sepi, Kanoy Sunay dop-dumboq ovozlari ostida hujum boshladi. Ular sap-sap bo'lib daryo bo'yidagi do'ngdan halqib daryoga ilgirlamoqda edi. Suv bo'yiga kelganda Yog'ining 2000 boshi tog' bilan to'xtadi. Cheriklari ilgirlab suvga kirdi. Suv bo'yida Kanoy dumboqchilar kuchab chalmoqda. Ana, Yog'i cheriklari suning o'ttirsig'i keldi. Cho'nqurdan o'tdi. Qutlug' mingboshi cheriklarga qarshi hujumga sharat qildi. Daryo bo'yidan xuddi toshqindek yamirgan cheriklar to'pi nayza qilishlarini ko'tarib varqirgancha Yog'i sepi tarafga qarab etildi. Dahshatli kechirmash urush boshlanib ketdi. Varqirab yiqilgan odamlarning ovozlari, yerda do'milgan boshlar, kupdak do'mbiyib yotgan tallar. Qutlug' o'z cheriklarining botirlarcha jang qilishlarini ko'zitib turmoqda.
uning cheriklari yog'iy cheriklarini kayniga surib, uning o'ttirsig'iga ilib bordi va qattiq zarba berdi. Yog'iy sepining tayyor o'qiyoliq qismlari bostirib keldi va bu yoqning nurg'un cheriklarini etib yiqitdi. Buningdan foydalanib, suv ichidagi yog'iy cheriklari qarshi hujumga o'tdi. Bu taraf ko'p chiqim berdi va qutlug'ning buyrug'i bilan urushib turib chekindi. Shu orada qutlug'ning 500 kishilik tayyor qo'shini etilib jangga kirdi. Jang yana avjiga oldi. Ular yog'iy cheriklarini urib, o'ltirib, suning yerisiga chekindirdi. Yog'iy cheriklari o'diqib qechishga boshladi. Ko'kyor va Toma mingboshilar qirg'oqqa chekindi. Toma orqasiga qo'l sheritib, bir nima deb varqirgan edi. Yog'iy cheriklarining otiqlar qismi qilichlarini o'ynatib choptirib keldi. Bu yoqdan nurg'un cheriklar boshlaridan ayrildi. Ular chekindi. Yog'iy cheriklari umumyuzlik hujumga o'tdi. Qutlug' jangga kirdi. U qochgan cheriklarni qaytirib, boshlamchilik bilan jang qilib, yog'iyni to'sadi. U shundoq chaqqon va g'azablik urushatdiki, cheriklari uni ko'rib, ruhlanib urushdi. Qutlug'ning otliqlar qismiga yetib keldi. Otchisi qutlug'ning org'imig'ini yetilab kelib mengizdi. Otliq piyoda orlash jang qizib ketdi. Qutlug' 4-5 yog'iy cheriklar bilan qilishlashib birisi varqiradi. Orqasiga qarasa, Ko'kyor mingboshi otliq qilichini ko'tarib urg'ila turgan ekan. Qutlug' qilichini qaytirishga ulgura olmadi. So'l qo'li yarador bo'ldi. Uningga qarmay, Qutlug' uning bilan elishib ketdi. Boshqa ikki otliq cherik Qutlug'ga hujum qilayotgan yog'iy cheriklarini qo'g'lab ketdi. Qutlug'ning cheriklari chechilib ketdi. Bir munchilari qechib o'zini yiroqqa oldi. Daryo bo'yida bir qancha to'pga ayrilgan o'tkir jang davom qilmoqda. Qutlug'ning to'piga o'zlariga qaraganda soni jiq, kuchli cheriklar Ko'kyor mingboshiga agishib hujum qildi va uzoq o'tmay Qutlug'larni o'rib oldi. Qutlug' yarador bo'lgandan keyin cheriklar cho'chib qilishdi. Ammo Qutlug'ning qon eqib turgan so'l qo'lini sangilatib, o'ng qo'li bilan qilishvozlik qilayotganligini ko'rgandan keyin cheriklarning g'ayrati oshdi. Ular yog'iy muosirasini to'sib olishmoqda. Jon tikib Qutlug' mingboshini qo'g'dimoqda. Lekin yog'iy cheriklari kuchlik kelmaydi. Muosir halqisi taraymoqda. Qurbon berish ko'paydi. Lekin Qutlug'lar jon tolishib jang qilmoqda. Qutlug' Ko'kyor mingboshi bilan qattiq elishmoqda. U yarasidan qiynalib, qilichliq o'ng qo'li bilan yarador so'l qo'lini tutgan edi. Ko'kyor mingboshi payt keldi deb Qutlug'ning bo'yniga qilich urdi. Ammo Qutlug' beshi ustida kelayotgan yog'iy qilichini qilichi bilan urib erg'itibdi va Ko'kyor mingboshining maydisiga qilich urdi. Yog'iy bir qo'li bilan maydisini tutib kayniga dojidi va oldiga pukilib otdan yiqildi. Bu holatni ko'rgan Qutlug' cheriklari texmi g'ayratga keldi. Muhasira ozroq chekindirilgan edi. Daryoning o'q etidan ot choptirib, qilich o'ynatib kelgan bir to'p Toma cheriklari Qutlug'ning to'piga bostirib keldi. Muhasir halqisi yana tarayishga boshladi. Mingboshi Toma to'pni yerib ichiga kirdi va qilichini beshida o'ynatib Qutlug'ga etildi. Qansirab holsizlanib turgan Qutlug' o'zini ot ustida yo'lab turgan cherikni ishtirib etdi-da Toma bilan elishdi. Eyliqi cherik Qutlug'ga yordamlashish uchun Tomaga umtilgan edi. Lekin Tomaning ta'tir urgan qilichi bilan otdan yiqildi. Qutlug' borliq g'ayratini yig'ib Toma bilan elishayotganda
eti yarador bo'lib yiqildi. Qutlug' besilib qolgan putini otning ostidan chiqarib ololmay vatatti. Toma varqirab kelib, uningga qilich urdi. Lekin yondan urilgan dahshatli qilich bilan Tomaning beshi yerga tushib do'molab ketdi. Teni yerga tushkili turganda ot urkib ap qochdi. O'zangiga puti elinib qolgan boshsiz tan otning qo'rsiqi ostida pulanlaydi. Ot suvdan o'tib ketdi. "Omonmisan do'stim?" dedi suboshi To'g'rilbek. U qilichi bilan otning o'zangi tasmasini kesib, putuqning putini bo'shitib, uni yo'lab turg'izdi. "Yog'ini qochirmanglar, yigitlar!" dedi To'g'rilbek muosirini buzib, yog'iy chiriklarining sepini chekindirgan chiriklarga buyruq qilib. Daryo bo'ylab yog'iy sepiga hujum qilgan To'g'rilbek chiriklari Qutlug' chiriklari bilan yog'iyni urib chekindirdi. Yog'iy chiriklari suvdan o'tib qechishni o'ylagan edi, lekin daryoning o'qitida yuqori tovandan qirg'oqni bo'ylab o'yqitib ot choptirib kelayotgan To'g'rilbek chiriklarini ko'rib, arvoyi uchib ketdi. To'g'rilbekning o'rinlashtirishi bilan daryoning bosh va oyoq tarafidan o'tib, yog'iyning yon va orqasidan qo'rshab hujum qilgan bu cheriklar oldiga kelgan yog'iyni chepib, do'militib, bu qatqa qarab kelmoqda edi. Yog'iy daryoning o'ttirsida qismoqqa elindi. Belgichi suvga kirgan cheriklar qattiq elishdi. Otliqlar piyodlarning boshlarida qilich nayzalar o'ynamoqda. Otlar kishnab, oldi oyog'ini yuqori ko'tarib, suvga yiqilmoqda. Suda boshlar, tallar oqmoqda, cho'kmoqda. Suv qonga bo'yaldi. Oxir yog'iy chiriklari qurol tashlab, qo'l ko'tarib al bo'ldi. Daryo bo'yida ikki cherik ikki qo'ltiqidan yo'lab turgan yarador Qutlug' yenida qo'llarini ballariga tirab, mag'rur turgan To'g'rilbekka qarab kulib qo'ydi. Odam bugun uchun emas, ati uchunmi yashashi kerak. Ostonimiz Qashqarning o'qishishi bola sog'lig'iga yetmaydi ekan. Qanday qilish kerak? Uning qo'li bilan bir xatni bitirib olamiz. Shuning bilan nega bo'lsa, hammasi tayyor. Mana qarang. Shunchimi kechikib ketarsizmi, ha? Ketganingizga qancha yil bo'ldi?